Lekin uylana olmayman. Meni tushun, oilam, bola chaqam bor. O'zing aqlli qilsan-u. Lekin sen bilan munosabatimizni buzmaymiz. Keyin bemalol gaplashib ko'rishib turamiz. Nega qaysarlik qilyapsan? Ammo men sizni yaxshi ko'raman. Qanday qilib boshqasiga turmushga chiqaman? Bo'ldi-da endi. Katta muammo yasamagin. Nima qilibdi? Boshqasiga tegsang. Hech narsa qilmaydi. Ha, to'ydan keyin gaplashib turamiz deyapman-ku. Bir-birimizni yaxshi ko'rsak. Yo'q. Undan ko'ra to'yni bekor qilaman. Majburan birov bilan yashash kimga kerak? Men sen joydami? Yosh bola bo'lsang-chi, agar to'yni buzsang, uyingdagilar bilib qolsa, seni ham, meni ham tinch qo'yishmaydi. To'yi buzilgan qizga bilasanmi qanaqa qaraydi odamlar? Menga farqi yo'q. Sizdan boshqasiga turmushga chiqmayman. Xotiningiz bilan ajrashishingizni kutaman. Baribir xotiningizda ko'nglingiz yo'q-ku, to'g'rimi? O'zingiz shunday degansiz. To'g'ri, ko'nglim yo'q. Lekin qaynotam badavlat. Agar bu gaplar uni qulog'iga yetib borsa, keyin nima bo'ladi bilasanmi? Xo'sh, nima bo'ladi? Meni qamatib yuborishdan toymaydi. Nima? Men qamalib ketsam maylimi? Yo'q-e. Unda bu janjallaringni yig'ishtir, xo'pmi? O'zing aqlli qilsan-ku, ha? Bo'ldi, shu gap shu yerda qolsin. Ha deb yig'lab, siqtab meni chaqiravermagin, xo'p? Boshqa gaplarni to'ydan keyin bafurja gaplashamiz. Nima deding? To'yimdan keyin qanday qilib siz bilan gaplashaman? Axir erim, qaynonam bo'ladi-ku. Buni ustiga bu narsa yaxshi emas. Nima? Meni sevmaysanmi? Sevaman albatta. Bilasiz-ku, sizga juda ham bog'lanib qolganman. Unda qolganda ham o'zing hal qilgin-da. Seni o'zim topaman. Bu yoqqa to'yingga oz qoldi. Telefoningdan meni raqamni o'chirib olgin. Kerak bo'lganingda o'zim topib olaman. Kelishdikmi? Yaxshi. Bo'ldi. Kecham tushdi. Hozir seni mahallaning boshiga olib borib qo'yaman. Ketdik.